O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad. Toshkent shahrining Samarqand Darvoza mahallasida tug'ilgan Said Ahmad bolalik yillari Elbek, Oybek, G'afur G'ulom singari adiblar davrasida o'tdi. Tabiatan qiziquvchan, tinib tinchimas Said Ahmad adabiyotga kirib kelgunga qadar juda ko'p sohalarda o'zini sinab ko'rdi. Artist bo'lishga urinib ko'rdi. Doktorlik maktabida o'qidi. Qurilish texnikumida tahsil oldi. Rassomlik maktabiga qatnab, mashhur fotochi Pensonga shogird tushdi. Gazetalarga xabarlar yozdi. U Nizomiy nomidagi pedinstitutda bir muddat o'qigach, 1941-yilda Mushtum jurnalida ishladi. 1942-yillarda Respublika radiosida, 1943-yillarda Qizil O'zbekiston gazetasida va Sharq yulduzi jurnalida mehnat qildi. 50-yillar boshida millatchi sifatida bir necha yil qamalib ham chiqdi. Uning Cho'l burguti, Lochin, Bo'ston, To'yboshi, Jimjitlik, Alla, Qorako'z Majnun singari o'nlab hikoyalarida sadoqat, mehr, odamgarchilik, ishonch, e'tiqod singari ma'naviy qadriyatlar ta'sirchan aks ettirilgan. Adib hikoyalarida inson ruhiyati tovlanishlarini ko'rsatishga katta e'tibor berganligi uchun ham bitganlari zavq bilan o'qiladi. Said Ahmad hajviy so'z jilolarini nozik payqaydi va undan mohirona foydalanadi. Uning qishloq mavzusidagi qadrdon dalalar, hukm qissalari, chalkash insoniy taqdirlar mahorat bilan aks ettirilgan. 45 kun, hijron kunlari, Ufq bo'saqasida romanlaridan iborat Ufq trilogiyasi inson qismati, turg'unlik davri qabohatlari fonida tasvirlangan. Jimjitlik romani bolalar hayoti ifodalangan Sherzod va Gulshod, dunyoning 7 burchiga yoyilgan kelinlar qo'zg'oloni, yolg'iz Mo'safidning ruhiy iztiroblari aks ettirilgan. Kiyov singari sahna asarlari adibning katta ijodiy mahoratlaridan dalolatdir. Milliy istiqlol yo'lidagi xizmatlari uchun Said Ahmad 1999-yilda O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Adib O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Buyuk xizmatlari uchun Do'stlik ordenlari bilan mukofotlangan Said Ahmad hikoyanavis sifatida tanilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.